$200 ekan, $14,000 ga aylanayotgan Labo mashinamizni bitta obzor qilamiz, to'g'rimi? Kam bu YouTube format. To'laqonli bemalol xotirjamlik bilan tushuntirib, gapirib, nima qilayotganini hammasini aytib ketsa bo'ladi. Xo'p, mashinani $13,800 ga o'zimizdan xarid qilganlar. Bu bo'yicha bemalol pastda nomerlar qoldiramiz, murojaat qilsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, nima ishli qilingan, nima uchun bu Labo mashinasi $13,800 ga aylangan. Mashina salondan bilasizlar, shunday chiqadi, pustoy holatda, ya'ni o'zini заводской borti bo'ladi, bo'ldi. Yuk bortli bo'lib turadi. Izitermический furgon qilganmiz, sendvich panel materialidan, poliuretan deymiz buni. Ya'ni 50 plotniskiga ega bo'lgan sendvich panel va unga qo'shimcha qilib mana bunaqa заводской original refrigeratorlar bilan ustunovka qilingan. Polniy nержавейкаdan bo'lgan, mana plotnosti 50 bo'ladi, qalinligi 7,5 sm bo'ladi, eshiklarda vakuum bo'ladi, muzlatadi, -10 gacha bemalol, hech qanaqa muammosiz va polniy zanglamas metaldan, ya'ni nержавейкаdan mashinamizda ishlangan. Furnituralar hammasi original, plomba kaliti bemalol qoplanadi, duga qilingan, gabarit chiroqlarimiz, yondagi sanduqlarimiz, bu yerda bitta qo'shimcha eshik, refrigerator ko'rinishi bilan aniq holatda, mana mana shu ikkita narsa. Plus, undan tashqari mashina polni resor usilini qilingan, og'ir yuk ortgani hisobiga zavod 500 kg beradigan bo'lsa, biz unga anchagina qo'shimcha qilganmiz. Endi maza qiladigan joyi ancha joyga kelamiz. Sanjar aka, hormang endi. Charchamayapsizmi? Okey, xo'p, mashinaning salon qismi butunlay o'zgargan. Avtotikanmi, aka? Orqa tomoni polni avtotikandan qilganmiz. Patologik qismi ham xuddi shunaqa qoraygan. Mana kazeloklarigacha ham qoraygan, yon stoykalarga koja, eshik napishkasi koja, bitta tarpetga qo'ygan rulga ham koja va hozirgi chiqqan yangicha Malibu bar deyiladi. Damas'ni o'ziga besparodnoy bor, anaqa ruchkalardan mamimiz kalti bo'ladi. Bunga alohida koja qilganmiz uzun va mana mami lekin san'at asari bo'lgan. Nakitga dinamika materialdan qilingan, podgoniklar bilan birga ideal bo'lib chiqqan. Hozir olamiz yo'lga o'tib olgan alohida. Va linoleum tortilgan mashina tek qismlar bilan polni, mana ham oldi tomonga ham koja qilinyapti. Eshikni apishkalar, ruchkalar hammasi bo'yalgan, katta bakovoy qo'yilgan. O'rtada steklopodъемник bor. Magical Robert 909 qo'yilgan. Magicallarning eng qimmati bo'lgan 909 pultdan ustunovka qilganmiz. Bittada zavod bo'ladi. Sabab mana bu knopka bo'ladi, волшебный. Mana shu knopka shunday bosilsa, mashinani konditsioner ishlaydi. Ya'ni salon qismiga konditsioner qo'shimcha qilib ulangan. Mana bu tepada turgan refrigerator salon qismiga qo'shimcha doполнительный qilib ulangan. Mashina to'laqonli injektorli sistemaga o'tkazilgan. Ya'ni mashina injektor bo'lgan. Karburatorni undan voz kechganmiz, olib tashlaganmiz butunlay va o'rniga o'rin ham polni injektor. Hozir yo tomonga o'tib bitta ko'rsataman. Dedi nafas olish kerak. Qiyin aka, bitta nafasda qiyin, okey. Xo'p, oldiga bilet qo'yganmiz, mana nakitkamiz. Ideal bo'lib chiqqan. Hamma narsa aytib qo'yib, o'zimizning bitta joyda, ya'ni ishxonamizdan chiqib ketadi. 4-inch pakelini propallarigacha ustunovka qilingan. Polniy Matiz sistemada mashinamiz injektor, ventilyatorlar hammasi elektronli bo'lgan. Babina 4-inch pakelini gazimiz. Ishqilib mana mashi ko'rib turgan hamma, anaqani aytmadik-a? Mashina polniy shumka bo'lgan, tarpetga qo'rg'a qismlari bilan mana shu narsani o'zi 13,800 ga rovna egalariga aylandi. Qisqasi bitta ko'bul sotdilar-da, shunday 12,000 qanchagadir. Ustiga pul qo'shib, mana shu mashinani bizdan xarid qildilar. Shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldiramiz, murojaat qilasizlar. Aka, bu mashinada marojniy tashirkanlar. O'shani hisobiga mana yaxshi muzlatsin, muzdayni zo'r ushlasin dedilar. Injektor yaxshiroq muzlatadi, zo'r ishlaydi, tortadi, ipropa ancha ekonomikroq bo'ladi. Ishqilib mashina polniy full paketda bo'ladi. Pastda telefon nomer qoldiraman. Alohida furgon xizmatlari, qolgan xizmatlar bo'yicha ham bemalol laboyingiz bo'lsa, mabodo o'z umuman liboy mashinangiz bo'lsa, murojaat qilasiz.